O'zbekistonda eng daromadli sohalar haqida nimalarni bilasiz? IT sohasinimi? Yoki boshqa o'rganishi oson bo'lgan va yuqori maoshli sohalar ham bormi? Videoni oxirigacha ko'ring va nafaqat IT, balki boshqa rivojlanayotgan va talab yuqori bo'lgan sohalar haqida gaplashamiz. Va sizni kasb topishingiz uchun qanday ko'nikmalar kerakligini ham o'rgataman. O'zimni tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'quvchilarim o'zini to'g'ri sotish yo'llari va o'zini to'g'ri ish beruvchiga taqdim qilish yo'llari orqali oylik maoshlarini 20 million va undan ko'pga ko'tarishgan. World Economic Forumning bergan ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda rivojlanib borayotgan sohalar bular sun'iy intellektni bilish va texnologiyalardan foydalanish, undan tashqari kiberxavfsizlik, o'qituvchi va mentorlik va albatta hozirgi kunda ommabop bo'lgan dasturlash va multilinguallik kiradi. Va bu sohalar 2030-yilgacha o'sishi kutilmoqda. Kasblarga keladigan bo'lsak, hozirgi Headhunter ilovasida eng ko'p maosh taklif qilayotgan kasblar bular IT, data analitika, moliya, HR, sotuv va marketing sohalari hisoblanadi. Bu kasblar uchun maoshlar 6 milliondan 40 milliongacha tashkil qiladi. Bularning orasida albatta yuqori ehtimol bilan kelajakda yo'q bo'lib ketadigan sohalar ham mavjud. Hozirda dunyo bo'yicha talab kamayib borayotgan kasblar va katta ehtimol bilan yo'q bo'lishi mumkin bo'lgan kasblar bular pochta xizmati xodimlari, bank xodimlari, kassirlar va ma'lumotni kirituvchi xodimlar va boshqa kasb egalari hisoblanadi. Bu sohalarga ehtiyojning kamayib borishiga sabab bu albatta texnologiyaning juda ham ilg'or rivojlanayotganidadir. Keling, hozirda eng rivojlanayotgan sohalarni qanday qilib o'rganishimiz mumkinligi to'g'risida gaplashsak. Birinchi o'rinda IT sohasi. Ko'pchilik IT sohasi deganda kodlashni tushunadi, lekin IT sohasida ham kreativ odamlar yoki bo'lmasam kodlashni xohlamagan odamlar uchun bir necha yo'nalishlari mavjud. Misol uchun, O'zbekistonda talab yuqori bo'lgan product management yo'nalishi. Product manager bu IT mahsulotni yaratish va rivojlantirishga mas'ul shaxs hisoblanadi. U bozor trendlarini o'rganadi, mahsulotning qanday funksiyalari borligini o'rganadi va uni ishlab chiqadi. Undan tashqari jamoa bilan birgalikda mahsulotni rivojlantirish va uni ommaga taqdim qilishni boshqaruvchi shaxs hisoblanadi. Agar siz texnologiyalarni yaxshi tushunsangiz, jamoa bilan ishlashni yaxshi ko'rsangiz yoki bo'lmasam strategik rivojlantirishni yaxshi ko'rsangiz, unda sizga product management roli to'g'ri kelishi mumkin. Agar sizga kreativlik ko'proq yoqadigan bo'lsa, unda siz UX UI dizaynerlik sohasida ham ishlab ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, IT sohasini o'rganish uchun yoki IT sohasida ishlash uchun faqatgina kodlash kerak emas. IT sohasini o'rganish uchun turli xil platformalar mavjud. Bulardan onlayn ta'lim uchun Udemy, Coursera, Geekbrains va albatta YouTube'da Freecode Camp Academy kanallari mavjud. Offline ta'lim uchun esa O'zbekistonda MohirDev, Najot ta'lim, PDP Academy va ProWeb o'quv markazlari mavjud. Keyingi eng rivojlanib borayotgan sohalardan biri bu data analitika sohasi. Data analitiklar o'zi kim? Data analitiklar katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va ulardan kerakli xulosa chiqarish bilan shug'ullanishadi. Misol uchun, onlayn do'konni olsak, data analitiklar onlayn do'konda mijozlarning qaysi soatlarda qancha savdo qilishlarini ko'rib chiqishadi va undan kelib chiqib, qaysi soatlarda qanday chegirmalar berish kerakligini biznesga taklif qilishadi. Natijada kompaniyalar o'sha reklama kampaniyasini kerakli soatlarga yo'naltirishadi va savdoni bu yanada oshirishga xizmat qiladi. Bu esa ma'lumotlar tahlili yordamida qabul qilingan eng samarali qarorlarning biridir. Ko'rib turganingizdek, data analitika sohasini har xil sohalarga yo'naltirishingiz mumkin. O'zbekistonda esa asosan data analitiklar banklardagi eng kerakli soha vakillari hisoblanadi. Data analitika sohasini ham Udemy, Coursera platformalarida o'rganishingiz mumkin. Data analitika sohasini bu resurslardan tashqari bepul o'rganishingiz kerak bo'lgan havolalarni ham Telegram kanalimizga joylab boramiz, ko'rishingiz mumkin. Keyingi kasb esa sotuv, ya'ni sales sohasi. Xo'sh, bunga qanday ko'nikmalar kiradi? Birinchisi bu lead generation, ya'ni potensial mijozlarni aniqlash. Ikkinchisi esa bu bog'lanish, ya'ni mijoz bilan aloqaga chiqish va ularni muammolarini tushunish. Uchinchisi esa bu taklif, ya'ni mahsulotni yoki xizmatni o'sha mijoz ehtiyojlariga mos tarzda taqdim etish. Va to'rtinchisi bu kelishuv, ya'ni narxlarni, shartlarni va xizmat haqida muzokaralar olib borish. Beshinchisi esa bu shartnoma bosqichi, ya'ni mahsulotni sotilishi yoki xizmat ko'rsatilishini yakunlash bosqichi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, sotuvni ham o'z bosqichlari mavjud va u nafaqat mahsulotni sotish, balki mijoz bilan uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatadi. Hozirgi kunda sotuv menejerlari uchun eng kerakli ko'nikmalardan biri bu CRM dasturlarda ishlash ko'nikmasidir.
CRM tizimlari kompaniyalar uchun mijozlarni yaxshiroq tushunishga va tizimlarni yaxshiroq rivojlantirishga va albatta ular bilan yaxshiroq aloqalarni rivojlantirishga yordam beradi. Keyingi muhim ko'nikmalardan biri bu mijozlar bilan aloqa o'rnatish, ya'ni birinchi aloqani shakllantirish. Sotuvni o'rganish uchun men sizga bir nechta havolalarni beraman, ularni video ostida ko'rsangiz bo'ladi. Undan tashqari, muzokaralar olib borish ko'nikmangizni shakllantirish uchun men sizga o'zimni eng yaxshi ko'rgan kitoblarimdan birini tavsiya qilmoqchiman. Bu Roger Fisher va William Ury tomonidan yozilgan Getting to Yes kitobi. Buni albatta o'qishingizni tavsiya qilaman. Keyingi zamonaviy sohamiz esa bu marketing sohasi. Marketing sohasini ham xuddi sotuv sohasiga o'xshab turli xil bo'limlari mavjud va ulardan qaysi biri sizga to'g'ri kelishini o'sha sohalarni ozroq bo'lsa-da o'rganganingizdan so'ng aniqlashingiz mumkin. Misol uchun, birinchisi bu digital marketing, ya'ni raqamli marketing. Bunga Google Ads, targeting yoki bo'lmasam SMM sohalari kiradi. Ikkinchisi esa bu brand management, ya'ni mahsulot uchun turli logotiplar yaratish, undan tashqari bozordagi mahsulotni obro'sini oshirish va uni boshqarish bilan shug'ullanuvchi soha. Uchinchisi esa hozirda O'zbekistonda rivojlanib borayotgan PR yo'nalishi hisoblanadi. Keyingi kasbimiz esa bu mening kasbim, ya'ni HR yo'nalishi. HR kompaniyalarda xodimlarni ishga olish, ya'ni recruitment, ularni treyning qilish, ularni ya'ni o'qitish va undan tashqari mehnat shartnomalarini tuzish, undan tashqari xodimlarga oid bo'lgan kompaniyadagi barcha masalalarni hal qilish bilan shug'ullanadi. O'zbekistondagi korxonalar hozirda xodimlarning sog'liqlari va ularning samaradorliklariga ko'proq e'tibor berishni boshlashdi va shuning uchun ham hozirda HR kasbi O'zbekistonda rivojlanib bormoqda. Hozirda O'zbekistonda yaxshi HR menejerlar o'rtacha hisobda 15-20 milliongacha oylik olishadi. Darsdagi hamma havolalar video ostida berilgan. Keyingi darsni ko'rish uchun esa ekranda chiqqan playlist ustiga bosing. Xo'sh, orangizda kim HR kasbini o'rganmoqchi?